Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, bizning ehtiyojimiz hech qachon xususiy ehtiyoj, oramizdagi ma'lum bir shaxsning ehtiyoji emas. Biz shon sharafga, o'z nafsimizni qondirishga ehtiyoj emasmiz. Biz hamma bir niyatda bo'lgan qo'zg'atuvchi kuchga ehtiyojmiz. U bo'lsa, biz ulug' insoniyatni, shaxsiy erkinlikni o'z ichiga olgan bir millatni borliqqa keltira olamiz. Bir odam yep-yangi bir millatni yetiltira olmaydi. Buning uchun zo'r ko'pchilikka tayanishga to'g'ri keladi. Maqsadga yetish uchun mo'rini mo'riga tirab, birlikda intilishimiz kerak. Mushundaq go'zal bir nishonni ko'z oldimizga keltirganimizda ajoyib shodlanib ketamiz. Shu maqsadga yetganda texmi ko'p kishilar qo'li bilan asoratni buzib tashlaydi. Barliq kishan bo'yinturuqlarni parchaqlaydi.